Don Carlo Ancelotti Real bilan xayrlashyaptimi? Tarixdagi eng zo'r murabbiylardan biri Carlo Ancelotti Real Madridni mavsum oxirida tark etishi mumkin. Ammo nega? Keling ko'rib chiqamiz. Carlo Ancelotti 2021-yil yozda Real Madridga qaytgandan keyin yutilish kerak bo'lgan barcha sovrinlarni qo'lga kiritdi va bu juda ham zo'r natija. Bu mavsum Real Madrid uchun qanchalik achinarli bo'lmasa-da ham Carlo Ancelotti juda ham qattiq harakat qildi. Deyarli hech qanday transferlarsiz ham La Ligada Real Madrid Carlo Ancelotti tufayli ikkinchi o'rinda turibdi va Barselonani yetib olmoqda. Ancelotti allaqachon Braziliya futbol federatsiyasidan taklif olgan. Uni Braziliya terma jamoasini bosh murabbiyi etib tayinlashmoqchi. Ancelottini qirollik klubidagi davri tugadi va ana endi yangi tarixga vaqt keldi. Bu ham Braziliya terma jamoasiga murabbiy bo'lib, Jahon chempionatiga yutish. Do'stlar, sizlarning fikringiz qanday? Carlo Ancelotti Braziliya uchun 6-chempionlikni olib keladimi?